ushbu avtomobil 405 kilometr yuradi degan, lekin 363 kilometrda bu avtomobil uchib qoldi. Trassalarga bosdik, katta ko'chalarga bosdik, shaharda ichida haydab ko'rdik, tog'ga ham chiqib tushdik. Evakuator chaqirdingmi? Evakuator BYDga zalban bo'ldi. Nima uchun 405 kilometr yurmadi bu mashina? Xalq orasida BYD Seagull avtomobili 150-200 kilometrdan ziyod yurmaydi degan gap tarqalibdi. Qani bu gap qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi? Bugun avtomobilni polni zaryadka qilib shaharda o'lgunicha yuramiz. Ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Oh, shopir, hammasi yaxshi bo'ladi. Boramiz, qani qayergacha yetib boramiz. Necha kilometr yurdik? Men rovna 70 kilometr yurdim, endi bu yog'i sizga. 83 zaryad qopti, 337 kilometr qopti. Tekshiramiz. Nega hayot berildi bo'lmasa, agar hamma bir-biriga tuzoq qo'ysa, do'stlar do'stlarni 2191 bo'ldi. Bu degani rovna 100 kilometr yurdik va zaryadimiz 308 kilometr ko'rsatyapti. 76% qoldi deyapti. 7-qavatda qolib ketdi yuragimni barsi. Seni karaoke aytishni bilmayotgan do'sting. 7-qavatda qolib ketdi yuragimni parchasi. Mashina tog'ni tepasida nima qilyapti? Mana 2291 kilometr bo'ldi. Bu degani biz rovna 200 kilometr yurdik va bu yerda hozir zaryadkani 49% ko'rsatyapti va yana 200 kilometr yurasan deyapti. Nima debdi? Aldayaptimi? Hozir tekshiramiz. Baraka toping. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga? Aka, yaxshimisiz? Charchamabsizmi? Gapiyor sizlarga lekin. Rahmat. Ko'rib turganlaringizdek, ko'chada yigitlar mana shunaqa iftorlik uchun suv bilan xurmo berishdi. O'zi o'ylab o'tirgandik. Quyosh botyapti, qayerda iftorlik qilamiz deb. Hozir og'iz ochib iftorlik qilib bo'lib, qolgan zaryadkani polni dabivat qilamiz. 30% zaryadka qoldi. Yo'limizda davom etmoqdamiz va bizada 2390 kilometr ko'rsatyapti. Bu degani 300 kilometr yurib qo'ydikmi? 300 kilometr yurdik. Yana 20% zaryadkamiz bor. Yana 80 kilometr yurasan deyapti. 20 dan balanga o'zi chiqmayapti gaz. 20 emas, bu to'xtadik. Bilman gazda ekansa bosilgan. Tamam, yetib keldik. Mashinamiz avtomatik tarzda o'z-o'zini tutatdi. Vo, oyna ishlayapti. Ishlayapti. Qancha yurdi? 2454 kilometr. Qallashtiraman dajimas. Boshidagi video va hozirgisi. Mana hisobla. 2091 da chiqdik, ayiramiz 2454. 363 kilometrda to'xtab qoldi mashina. Bu 405 kilometr yuradi deganki, bu nima ahvolmi? Bu mashinalarda elektrda uyda zaryadlasangiz 100 kilometrga 13 ming, 14 ming so'm pul yeyapti o'rtoqlar. 39 ming, 40 ming oladi. Bu 360 kilometr yurgan bo'lsa 47 ming, 48 minglik zaryadni yeb qo'yapti tokda, to'g'rimi? 48 mingga 363 kilometr. Yaxshimi, yomonmi? Kitobida 405 kilometr yuradi deb aytgan, lekin 363 kilometrda mashina mana uchib qoldi. Trassada qolib ketdik. BYD Samarqandga telefon qildik, evakuator yuboramiz dedi. Qani kelami, yo'qmi, tomosha qilamiz. Evakuatorimiz keldi. Xullas o'rtoqlar, kun yakuni ertalab BYD Samarqanddan BYD Seagull avtomashinasini olib chiqib ketdik. Polni bak elektra bilan to'ldirib va kechqurun soat 11 da sayohatimizni tugatyapmiz. Bu mashina 363 kilometr yurib to'xtadi. Umuman uchdi. Bizga hozir tushuntirishdi, agar avtomobilni xuddi aytilganidek haydasa 400 kilometr ham yurishi mumkin ekan. Bu degani agressivni haydamasangiz, konditsioner pechkalarini yoqmasangiz, aytgan kilometrini yurib beradi. Lekin 363 kilometr ham bu zo'r degani. Bu 200 kilometr yuradi degan miflarga ishonmanglar. Misol uchun benzinli avtomobillar ham kitobida 100 kilometrga 6 litr yoki 8 litr sarflaydi deb yozadi. Lekin esa 12 litr, 15 litr ichadi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Bilasizlar? Chunki hammasi haydovchiga va haydashga bog'liq.